kengaytirishga talab bo'lib qolgandan keyin shu mahalla loyihasi kiritimizdan 50 million so'mgacha ajratiladi. Bu 5 yil muddatga ajratiladi. 2 yil imtiyoz davri bilan. Undan tashqari foizi 25%, ayollarimizga, xotin qizlarimizga 23% dan 2% chegirmasi 23% dan ajratiladi. Xo'sh, bular plastikachga ko'chirib beriladi. Keyin o'sha xohlagan joydan borib, magazindan yoki boshqa joydan borib o'zi nima deydi, shaxsan to'g'ri borib sotib oladi. Undan tashqari o'sha nima deydi, undan ham kattalashtirib kengaytirgandan keyin o'sha 312 sonli qarorimizga asosan 100 million so'mgacha garaj kreditlarimiz beriladi. Bu 7 yil muddatgacha ajratiladi. 20% dan ayollarimizga 2% chegirmasi bor. Nima deydi, 18% dan ajratiladi. Buni ham imtiyoz davri 2 yilgacha. Undan keyin asosiy qismidan bir qismini va foizini to'lab boriladi oyma-oy. Bu pul ko'chirish yo'li bilan ajratiladi. Endi buni nima deydi, foizlari o'sha tumandan, to'yxonadan kelib chiqib belgilanadi. Bizlarga turmush to'yxona bo'lgani uchun 20% dan ajratiladi. Xo'sh, agar 100 milliondan ziyodroq yana 300 million so'mgacha olaman desa, o'sha 100 milliondan oshgan qismiga garov taqdim etadi. O'sha garov kelib chiqib, unga 300 million so'mgacha ajratiladi. Bundan tashqari o'sha bankimizda mahsulotlari bor. U nima deydi, o'sha mahallalarda har doim fuqarolar, bizlar hozir shahar joyda, lekin qishloq joylarimizdan kelib nima deydi, oddiygina kanal uchun to'lovni amalga oshirish uchun shuncha joydan keladi, bankka ba'zilar sarson bo'lib, o'sha yarim kun vaqtini yo'qotadi. Undan tashqari o'sha yo'l kiraga qanchadir to'lov qiladi, 50 ming, 100 ming so'm kanal to'lov uchun bankka kelib ketadi. Lekin o'sha narsalarni hozir nima, o'sha bankni oddiy plastik kartochkasidan foydalangan holda